Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun yangi loyiha, New Avenue loyihamiz haqida gaplashamiz. Loyiha bilan gaplashishdan oldin bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, keyinchalik sizga qiziqarli va foydali ma'lumotlarni ulashib borishimiz uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Qurilishimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, qurilish loyihamiz o'zi Charxin shaharchasida, ya'ni Charxin postdan ozroq o'tganda Ratana degan restoran bor. Undan keyin Sayan zapravkani orqasida qurilyapti. 9 etajli qilib 100% pishig'ishdan quriladi. 9 etaj bo'lgani uchun ichida albatta liftlar bo'ladi. Liftlar uchun esa tomlarda quyosh panellari bo'ladi. Ya'ni bularning vazifasi svet o'chib qolsa ham 24 soat mobaynida liftlarga elektr energiya yetkazib berish vazifasini bajaradi. Xo'p, tepa qismlarimiz, ya'ni 9-etajlarimiz penthouse bo'ladi. 1-etajlarimizning oldi qismlari magazin bo'ladi. O'rtalarimizda bolalar maydonchasi bo'ladi va yashil zonalar bo'ladi. Uylarimiz esa 2027-yilda korobka holatida topshiriladi. Ya'ni korobka holati qanaqa bo'ladi? Korobka holati tashqi fasad qilingan, tashqi eshik derazalar qo'yilgan, uyning ichi siz xohlaganingizdek qilib bo'lingan bo'ladi. Taglari steshka bo'ladi, devorlari suvoq bo'ladi. Uyning ichi siz xohlaganingizdek qilib bo'lgan holatda bo'ladi. Ya'ni svet suv tochkasi ham uyning ichiga kiritilgan holatda bo'ladi. Xo'p, bizning tashqi fasadlarimiz qanaqa bo'ladi? Tashqi fasadlarimiz o'zi qurilishimiz 100% pishig'ishdan quriladi. Bundan tashqari tashqi fasadimiz 5 sm izolyatsiyadan so'ng travertin qilinadi. O'rtada ochiq parkovka bo'ladi. Ochiq parkovka, bizda faqat ochiq parkovkalar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi videolarimizda siz narxlari va xonadonlarni qanday xarid qilish shartlari bilan batafsil tanishib chiqasiz. Agarda siz pastarg'omlik bo'lsangiz, kanalimizni kuzatishda davom eting.